Ijtimoiy tarmoqlarda ertalabdan bir xabar tarqaldi, ya'ni onlayn sotib olinadigan elektron tovarlar uchun yangi boj joriy etilganimiz 5% degan. Bunga izoh bermoqchiman. Aslida bu xabar biroz noto'g'ri talqin qilinmoqda, ya'ni bu aholiga yengillik uchun yaratilayotgan yangi tizimdan olingan. Nimaligini tushuntiraman. 13-apreldagi PQ136-sonli prezident qaroriga ko'ra O'zbekistonda yangi bir tizim joriy etilmoqda. Bond omborlari degan bir maxsus rejimdagi omborlar joriy etilyapti. Bu yangilik O'zbekiston uchun. Bu nima degani desangiz, masalan, elektron savdo qiladigan kompaniyalar, aytaylik, Asahi, Uzum, Wildberries kabi marketplacelar endi shunaqa bitta ombor tashkil qiladi. U yerda aholiga sotmoqchi bo'lgan hamma tovarlarni olib kelib joylashtiradi o'sha omborga. Asosiy sharti lekin faqat bu ombordan mahsulotni internet orqali onlayn sotishga ruxsat beriladi. Misol uchun Malikaga olib chiqib, optim tarqatishga yoki viloyatlar bo'ylab bozorlarda sotishga ruxsat berilmaydi. Faqat onlayn sotasan deb davlat shart qo'yapti. Endi, bundan odamlarga nima foyda desangiz, hozirgi qimmat boj rejimidan, bu qimmat rejim, birdan aytib ketay, qimmat boj rejimidan arzonroq bojlar taklif qilinyapti. Masalan, misol qilib, aniq misol bilan aytaman. Amazondan siz $1000 telefon olsangiz, hozir $200 uchun bir oyda hech qanaqa limit, ya'ni boj to'lamaysiz. $200 ga mumkin. Qolgan $800 uchun 30% boj to'laysiz. Bu jami $240 bo'ladi. Ya'ni $1000 telefonga $240 boj to'laysiz hozir. Endi kelgusida 1-iyuldan boshlab bond omborlaridan sotib olsangiz, bu $1000 telefonni unda siz 5% boj to'laysiz. Bu $50 bo'ladi. Sizga telefon $1050 ga tushadi. Boshqacha aytganda, qancha $190 odamlar foyda qilyapti. Endi albatta kompaniyalar ham o'zining marjasini qo'ysa kerak. Ikkita toifadagi tovarlar bor. Birinchi toifa bu telefon, planshet, notebook, yana nima, fen, soch quritadigan, elektron choynak va hokazolar uchun 5% yagona boj. Ikkinchi toifa bu kiyim-kechak, poyabzal kabi mahsulotlar uchun 3% boj va qo'shimcha qiymat solig'i to'lanadigan bo'lyapti. Bu ham hozirgi rejimdan arzonroq. Xullas, mana shunaqangi yangi tizim joriy etilmoqda. Agarda eng asosiysi litsenziya olish kerak boyagi bond ombori ochish uchun kompaniyalar, mana shu litsenziya olishni shaffof va adolatli raqobatbardosh qilinsa, bu odamlarga albatta foyda bo'lar edi. Xullas, mana shunaqangi yangi tizim. Shu kabi huquqiy ma'lumotlarni va yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun Instagramdagi sahifamga obuna bo'lib qo'ying.